إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد. Moida surasi 44-oyatning tafsiri haqida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahoba va tobiinlardan kelgan asarlar hamda havorijlarga raddiya. Muqaddima: bu ummat 73 firqaga bo'linib ketishi, ulardan faqat bittasi najot topishi, qolganlari esa do'zaxda ekanligi hamda bu ummat nima sababdan bo'linib ketishi haqida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: iftaraqatil yahud على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Yahudiler 71 firqaga bo'linib ketishdi. Nasroniylar 72 firqaga bo'linib ketishdi. Bu ummat 73 firqaga bo'linib ketadi. Ularning barchasi do'zaxdadir, magar bittasi bundan mustasno, ya'ni bittasi najot topadi. U najot topadigan firqa kimdir ey Allohning rasuli deb so'ralganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir rivoyatda humul jamaa, ular jamoatdir dedilar. Yana bir rivoyatda humus sawadul a'zam, ular ulkan qoralikdir dedilar. Bu ham jamoatning ma'nosiga yaqin so'z. Yana bir rivoyatda ma ana alayhi al-yawm va ashabi, men va sahobalarim bugun nimani ustida bo'lsak, qanday yo'lda bo'lsak, mana shu yo'lda bo'lganlar dedilar. Imom Abu Bakr al-Ajuri rahimahulloh bu hadislarni sharhlab aytadilarki, inshaalloh bu uchala rivoyatning ma'nosi bir xil. Ya'ni men va sahobalarim qaysi yo'lda bo'lsa shu yo'lda bo'lganlar jamoat dedilar va ulkan qoralik dedilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari ana ular haqiqiy haq jamoat hamda ularga ergashgan kishilar to qiyomat kunigacha haqdagi nusratlangan jamoat hamda qiyomat kunida najot topadigan jamoat mana shu jamoatdir. Bu ahli sunna val jamoat, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari va sahobalarni jamoatiga erishadigan kishilar. Ya'ni asar ahli. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu bir kuni o'zlari savol berib, bu ummat nima sababdan ixtilof qiladi? Nima sababdan 73 firqaga bo'linib ketadi? Bu ummatning payg'ambari bir bo'lsa, kitobi bir bo'lsa, qiblasi bir bo'lsa deb tafakkur qilib o'tirdilar va Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu oldilariga odam jo'natdilar. Endi Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Qur'onning tarjimoni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu kishining haqqilariga Allohumma allimhul kitob, Allohim bunga kitobni ta'lim bergin deb duo qilgan kishi. Yoshlilardan Umar radhiyallohu anhu bu kishidan ba'zi masalalarni so'rab turganlar. Ya'ni yoshi katta sahobalar turib ham Ibn Abbos radhiyallohu anhu yosh paytlari ham bu kishidan savollar so'rab turganlar. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning amakilarining o'g'li Abbos ibn Abdul Muttalib. Umar ibn Hattob bu kishining oldiga odam jo'natib savol berdilar. Bu ummat nima sababdan bo'linib ketadi? Payg'ambari bir bo'lsa, kitobi bir bo'lsa, qiblasi bir bo'lsa deb so'radilar. Ibn Abbos javob berdilar: "Ya Amirul Mu'minin, innama unzila alayna al-Qur'an fa qara'nahu wa 'alimna fima unzil." Ey Amirul Mu'minin, Qur'on bizga nozil bo'ldi, ya'ni Qur'on nozil bo'layotgan paytda biz guvoh bo'ldik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'ldi. Va biz Qur'on nima haqida nozil bo'lganini bildik. Bizdan keyin shunday qavmlar bo'ladiki, yaqra'unal Qur'ana va la yadruna fima nazal. Ular Qur'on o'qiydilar, lekin Qur'ondagi oyatlar nima haqida nozil bo'lganini bilmaydilar. Va har bir qavmni Qur'on haqida o'zini fikri bo'ladi, o'zini tushunchasi bo'ladi, ro'yi bo'ladi. Ular hammasini Qur'on haqida o'zini ro'yi bo'lgandan keyin, hammasi o'zini fikri bilan tafsir qilgandan keyin ular ixtiloflashadi. Ixtiloflashgandan keyin bir-birlari bilan jang qiladilar. Mana shunday qilib ummat bo'linib ketadi dedilar. Umar radhiyallohu anhu boshida Ibn Abbosning bu gapini qabul qilmadi. U kishini qattiq koyib berdilar.
Undan keyin biroz muddat bu narsani ustida o'zlari tafakkur qilib ko'rganlaridan keyin Ibn Abbosni yana chaqirib, to'g'ri aytgan ekansiz deb aytdilar va u kishining bu so'zlaridan xursand bo'ldilar. Demak, bu ummatni bo'linib ketishining eng asosiy sababi Qur'on nima haqida nozil bo'lganligini bilmaslik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatlari hamda sahobalarning fahmi bilan Qur'onni tushunmasdan o'zini fikri bilan tafsir qilish mana shu ummatni bo'linib ketishiga eng asosiy sabab bo'ladigan narsa. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytganlarki, kim Qur'on haqida o'zini fikri bilan, o'zini ro'yi bilan gapirsa, do'zaxdan joyini tayyorlab qo'yursin. Yana bir rivoyatda kim Qur'on haqida o'zini ro'yi bilan, o'zini fikri bilan gapirsa, to'g'ri topsa ham xato qilibdi. Endi bu muqaddima edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan, undan keyin sahoba va tobiinlardan boshlab butun ahli sunna ulamolari Allohning kitobini inson o'zini fikri bilan tafsir qilishidan juda ham qattiq qaytarishgan. Hattoki bu narsa eng katta bid'at deb aytishgan. Alloh taoloning kitobi Rasulullohning sunnatlari bilan va sahoba va tobiinlarning, salaf solihlarning fahmi bilan tafsir qilinadi. Shaxsiy fikrlar bilan emas. Endi Moida surasi 44-oyat haqida xavorijlar eskitdan bu oyat haqida fitna solib kelgan odamlar qalbiga va shubhalar tashlab kelishgan hamda o'zlarini ro'ylari bilan noto'g'ri tafsir qilib kelishgan. Va bu narsa Ali radhiyallohu anhu davrida birinchi xavorijlar chiqqanidan boshlangan bo'lsa, haligacha bir xil narsa, bir xil fikr davom etib kelyapti. Xavorijlar bu botil fikrlar, ya'ni Moida surasining 44-oyat haqidagi botil tafsirlarini bir-birlaridan meros olib shu kungacha olib kelishyapti. Hop, bu haqida Said ibn Jubay rahimahulloh aytadilarki, mimma yattabi'ul haruriyyatu minal mutashabih qawlullohi ta'ala va man lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun. Haruriylar ergashadigan Qur'ondagi mutashobih oyatlardan biri, Haruriylar bu xavorijlar nomi, birinchi bo'lib Harura degan qishloqda to'planib chiqishgani uchun Haruriy deb nomlangan. Haruriylar ergashadigan mutashobih so'zlardan biri, oyatlardan biri Alloh taoloning quyidagi so'zidir. Kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ana ular kofirlardir so'zi. Mutashobih degani Qur'onda mutashobih oyatlari bor, muhkam oyatlar bor. Mutashobih oyatlar eshitilgan paytida odamlarga tushunish qiyin bo'ladigan oyatlar. Botil ahli uni botil fikr bilan tafsir qilsa, ilmsiz insonga xuddi to'g'ridek uni tafsiri, uni ro'yi to'g'ridek tuyulib ketaveradigan mana shunaqa oyatlar mutashobih oyatlar deyiladi. Muhkam oyatlar bo'lsa, uni noto'g'ri ma'noga burib bo'lmaydigan, tushunish aniq, tushunish oson bo'lgan oyatlar. Alloh taolo Oli Imron surasida mutashobihlarga ergashuvchilarni ma'lumot qilgan. Qur'ondagi mutashobih oyatlarni qidirib yurib, o'sha oyatlarni o'zini fikri bilan tafsir qilib odamlarni adashtiradigan kishilarni qalbida shubhasi bor kishilar deb aytgan. Bu yerda Said ibn Jubayr aytibdilarki, Haruriylar ergashadigan mutashobih oyatlardan biri mana shu Moida surasi 44-oyatdir. Bu oyatni qanaqa tafsir qilishadi? Bu oyatni o'qiganlardan keyin summallazina kafaru bi robbihim ya'dilun oyatini ham qo'shib qo'yishadi. Ya'ni kofir bo'lgan kishilar Robbilariga tenglashtiradilar degan oyatni qo'shishadi. Hozir ham xavorijlarning og'zidan ko'p eshitish mumkin-ku. Shariat bilan hukm qilmagan odam, hukm Alloh haqqi, shariat bilan hukm qilmagan odam o'zini Allohga tenglashtirgan bo'ladi, o'zini Robb deb da'vo qilgan bo'ladi deb aytishadi. Xuddi shu narsa eski xavorijlarda ham bo'lgan, xuddi shu shubha, xuddi shu botil tafsir. Said ibn Jubayr bularning shu botil tafsirini ochib beryaptilarki, Moida surasi 44-oyatni o'qigandan keyin xavorijlar summallazina kafaru bi robbihim ya'dilun. So'ng kofir bo'lgan kishilar Robbilariga tenglashtiradilar degan oyatni o'qiydilar. Va undan keyin biron bir imom, biron bir boshliq haqdan boshqa narsa bilan hukm qilganini ko'rsalar, bu kofir bo'ldi deydilar. Va man kafara adala bi robbihi, kofir bo'lgan kishi Robbisiga o'zini tenglashtirgan bo'ladi. Kim Robbisiga o'zini tenglashtirsa, u shirk keltirgan bo'ladi. Demak, mana bu boshliqlar mushriklardir deb chiqib sen ko'rib turgan ishlarni qiladilar. Chunki ular bu oyatni noto'g'ri ta'bir qiladilar. Ya'ni sen ko'rib turgan ishlar degani qon to'kib fitna qiladilar. Va haligacha shu ishni davom etib kelyapti xavorijlar.
Endi demak bu oyat haqidagi xavorijlarning tafsiri noto'g'ri ekan. Haq tafsir qanaqa? Bu oyatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar qanaqa tafsir qilishgan? Buni xulosasi bu oyat kofirlar haqida nozil bo'lgan. Yahudiylar haqida nozil bo'lgan. Yahudiylar Alloh taoloning kitobidagi hukmlarini inkor qilishgan paytida va o'zlari chiqargan hukmni Allohdan deb da'vo qilishgan. Mana shu Tavrotdagi Allohning hukmi deb odamlarni aldashgan, Allohning hukmini bekitishgan paytida mana shu yahudiylar haqida nozil bo'lgan. Va aslida bu oyatda islom ahli uchun hech qanaqa nasibi yo'q. Salaflar shunaqa tafsir qilishgan. Bu oyatda aslida islom ahli uchun hech qanaqa nasibi yo'q. Magar musulmonlardan bo'lgan bironta bir odam xuddi yahudiylik qilgan ish qilib Allohning hukmlaridan birontasini inkor qilsa, tan olmasa, unga kofir bo'lsa yoki o'zi chiqargan hukmni Allohdan deb da'vo qilsa, mana shu holatda u ham xuddi yahudiylarga o'xshab kofir bo'ladi, islom dinidan chiqadi. Lekin shariat hukmini tan olayotgan, Allohning hukmi haq ekanligini tan olayotgan, lekin Allohning hukmiga havoy nafsiga ergashib turib xilof qilayotgan, havoy nafsiga ergashib turib Allohning shariati bilan hukm qilmayotgan kishi bu fosiq odam, bu gunohkor odam. Ya'ni bu degani shariatni inkor qilmasa bo'ldi, hukm qilmasa ham bo'laveradi degani emas. Shariat hukmini inkor qilgan odam bu kofir. Oyat mana shunaqa insonlar haqida, ya'ni yahudiylar haqida tushgan. Shariat hukmini inkor qilmagan holatda lekin unga amal qilayotgan odam bu gunohkor, fosiq. Bu oyatni sababi nuzulni o'qiymiz. Yahudiylar haqida nozil bo'lganligi va yahudiylar nima ish qilishgan. Hattoki bu oyat ularga nozil bo'lgan. Yahudiylarda bir sharafli inson bilan, ya'ni obro'si bilan, nasl nasabli inson bilan nasl nasabi pastroq, sharafi pastroq ayol zino qilsa, haligi nasabi pastroq ayolni rajm qilishardi. Rajm toshbo'ron qilishardi. Allohning hukmini unga qo'llashardi. Zaif hol, nasl nasabi past, tanish bilishi yo'q odamga Allohning hukmini qo'llashardi. Sharafli odam zino qiladigan bo'lsa, ya'ni mana erkak sharafli zino qilgan bo'lsa, uni sazoyi qilishardi. Sazoyi degani yuziga qora kuy surib turib, eshigiga teskari o'tkazib, shahar aylantirib, bu odam zinokor deb uni sharmanda qilishardi. Agar teskarisi bo'lsa, nasabi pastroq erkak bilan sharafliroq ayol zino qilsa, shuni teskarisini qilishardi. Yoki ikkita sharafsiz odam, masalan, nasabi pastroq erkak bilan o'sha nasabi pastroq ayol zino qilsa, ularga rajm, toshbo'ron hukmini qo'llashardi. Xullas sharaflilarga qo'llashmasdi. Va bu narsani Alloh taoloning tarafidan bo'lgan hukm deb da'vo qilishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan yahudiylar ikkita zinokorlik hukmi haqida so'rab kelishganida u zot aytdilarki: "Man a'lamukum bit-Tavroh." Tavrotda sizlarning ichingizda eng biluvchirog'i, eng ilmlisi kim deb so'radilar. Ular fulanul al-A'var, palonchi G'ilay deb aytishdi, laqabi odamni. U kishini oldiga elchi jo'natib, uni chaqirtirdilar. Va aytdilarki: "Anta a'lamuhum bit-Tavroh." Sen yahudiylar ichida Tavrotni eng yaxshi biluvchisisan deb so'radilar. U aytdiki: "Kazaka taz'umu yahud." Yahudiylar shunaqa deb da'vo qilyapti, ma'na aytishyapti, eng yaxshi biladigani deb dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Unshiduka billahi va bit-Tavroti allati anzalaha ala Musa yawma turi Sayna ma tajidu fit-Tavroti fiz-zaniyin." Men senga Allohning nomi bilan va Alloh taolo Turi Sino kunida Musa alayhissalomga nozil qilgan Tavrot haqi so'rayman. Tavrotda zino qilgan erkak bilan ayolning hukmi nima ekanligini topdi. Ya'ni Tavrotda nima o'qiding bu haqida deb so'radilar. U aytdiki: "Ey Abul Qosim, nasl nasabi pastrog'i toshbo'ron qilinadi, nasl nasabi balandrog'i eshigiga o'tkazilib, yuziga qora kuyi surilib, sazoyi qilinadi" deb aytdi. Shu narsani aytgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana so'radilar. Xuddi shu so'zlarni takrorladilar. Men senga Allohni o'rtaga qo'yib, hamda Alloh taolo Turi Sino kuni Musa alayhissalomga nozil qilgan Tavrotni o'rtaga qo'yib so'rayman.
Tavrotda zinokor hukmi haqida nima bilasan dedilar. Hali Yahudiy titrashni boshladi, ozgina qaltiradi. Yani Alloh nomi bilan Tavrot haqqi so'raganlar uchun qaltiradi va aytdiki: "Ey Abul Qosim" dedi. "Ash-shayxu vash-shayxatu idza zanaya farjumuhuma albatta" deb Tavrotdan oyatni o'qib berdi. Shayx va shayxa, ya'ni turmush qurgan erkak bilan turmush qurgan ayol zino qilsalar, albatta ularni toshbo'ron qilinglar degan oyatni o'qib berdi. Ya'ni shuncha so'raganlardan keyin Alloh nomi bilan Tavrot haqqi so'raganlardan keyingina aytdi. Ungacha Alloh nomidan bular o'zlari chiqarib olgan hukmni Tavrotga nisbatlab yurishgan edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fahuva zaka, mana shu to'g'ridir dedilar. Ya'ni Rasululloh Tavrotdagi Allohning hukmi nima ekanligini bilardilar. Uni o'zidan eshitish holatilar. To'g'ri aytding endi dedilar. Bularni olib ketib toshbo'ron qilinglar deb aytdilar. Oyat nozil bo'lish sababi mana shu. Bu qissani Ibn Jarir at-Tabari tafsirida zikr qilgan. Oyat mana shu odamlar haqida nozil bo'lgan. Allohning hukmini inkor qilgan, o'zlari chiqargan hukmni Allohning huzuridan, bu Tavrotda shunaqa yozilgan deb da'vo qilgan kofirlar, yahudiylar haqida nozil bo'lgan. Endi bu oyat kofirlar haqida nozil bo'lganligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlaridan ham kelgan. O'zlari shu narsani tafsir qilib berganlar. Baro ibn Ozibdan rivoyat qilinadi. U kishi Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qiladilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Moida surasidagi 3 ta oyatni o'qib, "Oman lam yahkum bima anzalallohu fa ulayka humul kafirun." Kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ana ular kofirlardir. Keyingisi "Oman lam yahkum bima anzalallohu fa ulayka humuz zolimun." Kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ana ular zolimlardir. Keyingisi "Fa ulayka humul fasiqun." Ana ular fosiqlardir degan oyatlarni o'qib turib, "Hiya fil kafirin kulluha." Bu oyatlarning hammasi kofirlar haqidadir deb aytdilar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari bu oyat kofirlar haqida ekanligini bayon qildilar. Bu hadis Imom Ahmadning Musnadida rivoyat qilingan hamda Ibn Jarir at-Tabariyning tafsirida rivoyat qilingan. Bundan tashqari bu oyat kofirlar haqida nozil bo'lganligini tobiinlarning so'zlari. Ikrima aytadi: "Hadhihi al-ayatu fi ahli al-kitab." Bu oyat ahli kitoblar haqidadir. Hasan Basri aytadilar: "Nazalat fi ahli al-kitab." Bu oyatlar ahli kitoblar haqida nozil bo'lgan. Bu asarlar Abdurrahmon ibn Abu Hatimning tafsirida rivoyat qilingan. Tobiin Abu Solih as-Samman aytadilarki, bu kishi Abu Hurayra bilan ko'rishgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu hadis rivoyat qilgan tobiinlardan. الثلاث الآيات التي في المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون ليس في أهل الإسلام منها شيء هي في الكفار. Moida surasidagi 3 ta oyat, kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ana ular kofirlardir, ana ular zolimlardir, ana ular fosiqlardir oyatlarida islom ahli uchun hech narsa yo'q. Bu oyatlar kofirlar haqidadir. Duhak ibn Muzahim aytadilarki, "Oman lam yahkum bima anzalallohu fa ulaika humul kafirun waz zolimun wal fasiqun." Qala nazalat haula'il ayatu fi ahli al-kitab. Mana shu 3 ta oyat ahli kitoblar haqida nozil bo'lgan. Bu tobiin Duhak ibn Muzahimning so'zlari. Endi tobiinlardan bo'lgan Abu Mijlaz bilan iboziylardan, ya'ni havorijlardan bo'lgan bir toifa shu oyat xususida munozara qiladi. Abu Mijlazning oldiga iboziylardan bo'lgan bir toifa odamlar kelib aytishdiki: "Ey Abu Mijlaz, Alloh taoloning "Oman lam yahkum bima anzalallohu fa ulayka humul kafirun" degan oyat haqida nima deysan? Shu haqmi deganda, "Ha" dedilar. "Oman lam yahkum bima anzalallohu fa ulayka humuz zolimun" oyaticha haqmi deyishdi. Abu Mijlaz ha dedilar. "Oman lam yahkum bima anzalallohu fa ulayka humul fasiqun" bu haqmi deb so'rashdi. Abu Mijlaz haq dedilar. "Ey Abu Mijlaz, mana bular Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilyaptimi?" deb so'rashdi. Ya'ni o'sha paytdagi xalifalar, umaviy xalifalar haqida so'rashdi. Abu Mijlaz aytdilarki: "Huwa dinuhumul ladzi yadinuna bih." Bu islom dini, ular o'zlariga din deb biladigan din. Ya'ni o'zlarini islom dinida deb hisoblashadi, shu dinga e'tiqod qilishadi. Va bihi yaqulun, shuni gapirishadi. Va ilayhi yad'un, shunga chaqirishyapti. Fa inhum taraku shay'an minhu arafu annahum qad asabu dhanban.
agar ular bu islom dinidan, bu Alloh nozil qilgan narsalardan biron bir narsani tark etishsa, gunoh qilganliklarini bilishadi, tan olishadi. Ya'ni bu oyat ular haqida emas. Bu oyat Allohning hukmlarini inkor qilgan kishilar haqida deb aytmoqchilar. Havorijlar, iboziylar aytishdiki, la vallohi valakinnaka tafraq. Yo'q, Allohga qasamki, lekin sen qo'rqyapsan deydi. O'sha paytdan hozirgi kungacha havorijlar ahli sunnaga nisbatan beradigan raddiyasi. Sizlar qo'rqyapsizlar deydi. Qo'rqqaningiz uchun shu gaplarni aytyapsizlar deydi. Yoki tog'utlarga yo'l topib berish uchun, tog'utlarga malaylik qilish uchun aytyapsizlar, qo'rqqaninglardan aytyapsizlar degan tuhmatlarni qilishadi. O'sha paytda ham mana havorijlar u kishiga yo'q, balki sen qo'rqyapsan deb shunaqa raddiya berishdi. U kishi aytdilarki, antum awla bihada minni, qo'rqishga sizlar loyiqroqsizlar, ya'ni men qo'rqmayman dedilar. Lekin men bu fikrda emasman, sizlarning fikringizda emasman. Walakinnaha unzilat fil yahudi wan nasara wa ahli shirk aw nahwan min hada. Lekin bu oyatlar Yahud va Nasoralar, shirk ahli va shunga o'xshagan odamlar haqida nozil bo'lgan deb aytdilar. Demak, mana bu oyat kofirlar haqida nozil bo'lgan degan so'z Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlaridan rivoyat qilindi. Imom Ahmadning Musnadida va Tobariyning tafsirida, undan tashqari bir qancha tobiinlardan rivoyat qilindi. Hop. Endi bu ummatdan bo'lgan, o'zini islom ahliga nisbatlagan, musulmonligiga nisbatlagan odam shariat bilan hukm qilmasa, hech qachon dindan chiqmaydimi deyilsa, dindan chiqadigan holatlar bor albatta. Qachonki Allohning hukmlaridan birontasini inkor qilsa, unga iymon keltirmasa, bilgan holatda bu dindan chiqadi, xuddi yahudiylar qilgani kabi. Yoki biron bir botil hukmni o'ylab topib turib, uni Allohga nisbatlasa, bunda ham dindan chiqadi. Yoki Allohning shariati bilan hukm qilmaslikni o'ziga halol deb bilsa, ya'ni Allohning shariati bilan hukm qilmaslikni o'ziga gunoh deb hisoblamasa, bunda ham dindan chiqadi. Shuning uchun Huzayfa radhiyallohu anhuga "Amal lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" oyati Banu Isroil haqida, yahudiylar haqida nozil bo'lgan ekan deyilganda, "Ni'mal ikhwatu lakum Banu Isroil." Banu Isroil sizlarga naqadar yaxshi birodara. "In kanat lakum kullu hulwatin va lahum kullu murra." Hamma shirin narsalar sizlar uchun bo'lsa-yu, hamma achchiq narsalar ular uchun bo'lsa. "Va la taslukunna tariqahum qidash-shirak." Sizlar ham ularning yo'llariga qadamma-qadam ergashib ketasizlar dedilar. Ya'ni bu oyat yahudiylar haqida nozil bo'lganligi haq. Lekin aytibdilarki, sizlar ham yaqinda ularning yo'liga qadamma-qadam ergashib ketasizlar. Mana shu joydan ham tushunsa bo'ladiki, bu ummatdan birontasi yahudiylarga qadamma-qadam ergashib, yahudiylar Allohning hukmini o'zgartirganidek, Allohning hukmini o'zgartirib, yahudiylar o'zlari chiqargan hukmni Tavrotda bor deb da'vo qilganidek, biron bir odam yangi hukm chiqarib bu narsa Qur'onda bor deb da'vo qilsa, yahudiylar kofir bo'lganidek, bu odam ham kofir bo'ladi. Ya'ni hamma shirin narsalar sizlarga-yu, hamma achchiq narsalar Banu Isroilgami deyaptilar o'shaning uchun. Endi mana shariat bilan hukm qilmagan odamni kofir bo'lishlik sababi shariat hukmini inkor qilsa kofir bo'ladi, inkor qilmasa kofir bo'lmaydi degan narsalarni o'qib kelyapmiz. Yanada ochiqroq tafsir Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan. U kishi aytadilarki, "Man jahada al-hukma bima anzalalloh faqad kafar va man aqarra bihi va lam yahkum bihi fa huwa zolimun fasiq." Kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilishni inkor qilsa, u kofir bo'ladi. Kim Allohning hukmiga iqror bo'lsa-yu, lekin u bilan hukm qilmasa, u zolim, fosiq bo'ladi. Ya'ni Ibn Abbos aytdilarki, "Man jahada min hududillahi shay'an faqad kafar." Kim Allohning hadlaridan biron bir narsani inkor qilsa, u kofir bo'ladi. Mana shuni eshitayotganda havorijlar diqqat bilan eshitsinki, biz shariat bilan hukm qilmaydigan bironta odamni takfir qilmaymiz demayapmiz. Ya'ni shariat bilan hukm qilmaydigan odamlarning ichida shariat hukmini inkor qiladiganlari juda ko'p. Mana ular kofirlardir. Agarchi bitta hukmni inkor qilsa ham, agarchi bir dona hukmi bo'lsa ham, hozirgi kunga to'g'ri kelmaydi yoki bo'lmasa bu hukm to'g'ri emas. Masalan, ko'pchilik zinokori toshbo'ron qilishi bu to'g'ri hukm emas deb e'tiqod qiladi. Mana bunga o'xshagan odamlar shak shubhasiz kofir. Yoki o'g'rining qo'lini kesishlikni bu to'g'ri hukm emas, bu zulm, bu qattiq qo'llik, bu zo'ravonlik deb e'tiqod qilishadi. Allohning hukmini inkor qilishadi.
Bu shak shubhasiz dindan chiqaradigan kufr. Lekin havorijlarning xatosi shariat hukmini tan olib turgan, shariat hukmini haq ekanligiga iymon keltirib turgan. Undan shariat hukmini inkor qiladigan biron bir so'z og'zidan chiqmagan insonlarni shunchaki shariat hukmini tark etgani uchun takfir qilishadi. Mana bu tushuncha eski havorijlarning tushunchasiga muvofiq hamda sahoba va tobiinlarning tushunchasiga va oyatning nozil bo'lish sababiga xilof. Mana Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytibdilarki, kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilishni inkor qilsa, Allohning hukmini inkor qilsa, u kofir. Kim inkor qilmasa-yu, lekin u bilan hukm qilmasa, u zolim, fosiq. Hop. Yana shunga o'xshagan narsa Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hamda Hasan Basriydan ham rivoyat qilingan. Ular aytishganki, hiya ammatun fi kulli man lam yahkum bima anzalallohu minal muslimin wal yahudi wal kuffari ay mu'taqidan zalika mustahillan lahu. Bu oyat Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaydigan hamma uchun umumiydir. Musulmonlarga ham tegishli, yahudiylarga ham tegishli, kofirlarga ham tegishli. Kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasligini to'g'ri deb e'tiqod qilgan holatda, shuni o'ziga halol deb e'tiqod qilgan holatda shu ish qilsa, bu oyat mana shu odamlarga tegishli. Fa amma man fa'ala zalika wa huwa mu'taqidun annahu rakib muharram fa huwa min fusaqil muslimin. Lekin kim bu ishni, ya'ni shariat bilan hukm qilmasligini, mana shu ishni qilayotgan paytida gunohkor bo'layotganini e'tiqod qilgan holatda, tan olgan holatda qilsa, bu musulmonlarning fosiqlaridandir. Ya'ni bu ham yaxshi odam deyilmayapti, lekin bu dindan chiqib ketmaydi, bu fosiq. Kim shariat bilan hukm qilmayotgan paytda mana shu ish noto'g'riligini, shu ish gunohligini tan olayotgan, shuni shariat bilan hukm qilish kerak deb e'tiqod qilayotgan, shariat bilan hukm qilmaslik noto'g'ri deb e'tiqod qilayotgan odam mana bu musulmonlarning fosiqlaridandir. Havorijlarga xilof bo'ladi. Havorijlar buni kofir deydi. Va amruhu ilallohi ta'ala in sha'a azabahu in sha'a ghafara lahu. Bu odamning ishi Allohga havola. Allohning xolisi kechiradi, xolisi azoblaydi. Mujahid rahimahulloh ham xuddi shunday tafsir qilgan. Mujahiddan tobiinlardan yuqoridagi 3 oyat haqida aytganki, man tarakal hukma bima anzalallohu raddan li kitabillahi fa huwa kafirun zolimun fasiq. Kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilishi Allohning kitobini rad qilganligi sababli tark qilsa, ana u kofir, zolim, fosiqdir. Allohning kitobini rad qilgan sababli raddan li kitabillah. Mana shu odam kofir. Bu Al-Vahidiyni tafsirida rivoyat qilindi. Endi Ikrimadan rivoyat qilingan asar xuddi shu ma'noda. "Uman lam yahkum bima anzalallohu jahidan bihi faqat kafar." Kim Alloh nozil qilgan narsani inkor qilgan holatda u bilan hukm qilmasa, u kofirdir. "Uman aqarra bihi va lam yahkum bihi fa huwa zolimun fasiq." Kim Alloh nozil qilgan narsaga iqror bo'lib, lekin u bilan hukm qilmasa, u zolim va fosiq. Xuddi Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytgan gapni o'zida aytayaptilar. Tobiin Ikrima ham. Hop. Yana bir rivoyatda man za'ama anna hukma min ahkamillahi allati atat biha al-anbiya'u batil fa huwa kafir. Kim Alloh taoloning payg'ambarlari olib kelgan hukmlardan bir donasini bo'lsa ham botil ekanligini da'vo qilsa, u kofir bo'ladi. Bir dona hukmi bo'lsa ham inkor qildimi, bu hukm botil dedimi, masalan, zinokorni toshbo'ron qilish, rajm qilish. Bu botil, bu zulm dedimi, masalan, yoki bo'lmasa bu ekstremizm deyish mumkin va hokazo. Bo'ldi, bu odam kofir. Bir dona hukmni inkor qilsa ham. Lekin modomiki hukmni inkor qilmayaptimi, inson dindan chiqmaydi. Yana shu joyda Ibn Jarir at-Tabariyning ham so'zi bor. U kishi aytadiki, Alloh taolo bu oyatda o'z kitobida nozil qilgan hukmini inkor qiluvchi qavmlar haqida umumiy xabar berdi. Ular Allohning hukmini mana shu uslubda, ya'ni Alloh hukmini inkor qilgan holda tark etganlari uchun kofir bo'lganlarini bizga xabar qildi. Shunday qilib Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytganlaridek, Alloh nozil qilgan narsani inkor qilgani uchun u bilan hukm qilmagan kishi Allohga kofir bo'ladi. Chunki bu odam Alloh o'zining hukmini, o'zining kitobida nozil qilganini bilganidan keyin uni inkor qilishi bilan xuddi Nabiy sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligini inkor qilgan odam bilan bir xil bo'ladi. Shuning uchun kofir bo'ladi deb aytayaptilar Ibn Jarir at-Tabari. Hop. Endi Ato ibn Abu Rabohdan rivoyat qilingan asarda bu oyat tafsirida aytdilarki, 3 ta oyat tafsirida tepadagi kufrun duna kufr
va fisqun duna fisq va zulmun duna zulm. Bu kufrdan kichik kufr, ya'ni dindan chiqaradigan emas, dindan chiqarmaydigan kufr. Va kichik fisq, katta fisq bu kufr ma'nosida, lekin bu yoqdagi fisq kichik fisq. Va zulmun duna zulm, katta zulm bu shirk bo'lsa, kichik zulm shirk bo'lmagan oddiy zulm. Bu oyatdagi kufr dindan chiqarmaydigan kufr, fisq dindan chiqarmaydigan fisq va zulm degani ham dindan chiqarmaydigan zulm, nohaqlik ma'nosida. Agar zulm katta zulm bo'lsa, shirk bo'ladi. Inna shirka la zulmun azim. Albatta shirk ulkan zulmdir. Bu oyatdagi zulm kichik zulm. Ya'ni bu inkor qilmagan holatda qilgan odam haqida aytayaptilar, ya'ni. Keyingisi Tavus ibn Kaysondan yana rivoyat qilinadi. Laysa bi kufrin yanqulu anil milla. Bu dindan chiqaradigan kufr emas. Undan keyingisi yana Ibn Abbosdan rivoyat qilingan bir tafsirda bu oyatda aytdilarki, hiya bihi kufrun. Bu oyat u uchun kufrdir. Havorijlar mana shu so'zni dalil qilib, bu katta kufr deyapti Ibn Abbos deyshadi. Bu havorijlarni johil ekanligi hamda kazzob ekanligiga dalil. Hiya bihi kufrun, ya'ni kichik kufr ma'nosida. Bunga bir qancha dalil bor. Birinchidan asarni davomini o'qinglar havorijlar. Hiya bihi kufrun va laysa kufron billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Bu kufrdir, lekin Allohga, uni farishtalarga, kitoblariga va payg'ambarlarga kufr keltirish emas. Ya'ni dindan chiqadigan kufr emas. Hiya bihi kufrun degan so'zni ma'nosi bu kichik kufrdir deganligini birinchi dalili shu asarni davomini o'zi turibdi. Davomini kesib tashlamaydi. Ahli sunna o'ziga nafsiga yoqqan narsani ham, nafsiga xilof kelgan narsani ham to'liq rivoyat qiladi. Bidat ahllari esa o'zlarining bidatlariga to'g'ri kelgan joyini kesib turib qolganini tashlab yuborishadi. Ikkinchidan, hiya bihi kufrun degan so'z bu kichik kufrga dalolat qilishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda kelgan. Odamlarda ikkita narsa borki, huma bihima kufrun deydilar. Ikkita narsa kufr. O'likka ovoz ko'tarib yig'lash hamda nasabdan tonish, vallohu alam. Sahih hadisda keladi. Huma bihima kufrun, xuddi shu lafz bilan. Endi o'liga yoqa yirtib yig'lash hamda o'zini nasabini boshqa nasabdan deb da'vo qilish bu katta kufrmi shunda? Yo'q. Demak, hiya bihi kufrun, ya'ni bu kichik kufr. Asarni davomini o'qisangiz yetarli. Hiya bihi kufrun va laysa kufran billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Bu kufrdir. Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga kufr keltirish kabi emas. Ketdi yana Tavus ibn Kaysondan qilingan rivoyatda Ibn Abbosga bir kishi aytdiki, mana bu oyatlar haqida: "Faman fa'ala hada faqad kafar." Kim mana shuni qilsa, shariat bilan hukm qilmasa, u kofir bo'ladimi deganda Ibn Abbos aytdilarki, "Iza fa'ala zalika fa huwa bihi kufr." Kim bu narsani qilsa, bu kufrdir. "Va laysa kaman kafara billahi wal yawmil akhir." Lekin Allohga va oxirat kuniga kufr keltirgan kishi kabi emas. Ya'ni bu dindan chiqaradigan kufr emas. Keyingi rivoyatlarda aniq shunaqa keladi. Ya'ni daqiqroq keladi. Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana shu oyat tafsiri haqida so'raldi. "Va laysa kaman kafara billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi." Ibn Tavus aytadiki, Tavus ibn Kaysonning o'g'li, bu Allohga, farishtalarga, kitoblarga va rasullarga kufr keltirgan kishi kabi emas deb aytdilar Ibn Abbos deyapti. Ato ibn Abu Rabah kufrun dunu kufr degan rivoyat qilindi. Hop. Abdurrahmon ibn Zayd ibn Aslam tabi'a tobiinlardan bu kishi aytadilarki, "Man hakama bi kitabihi allazi katabahu bi yadihi va taraka kitaballohi va za'ama anna kitabahu hadha min indillahi faqad kafar." Kimda kim o'zini qo'li bilan yozgan kitobi bilan hukm qilsa va Allohning kitobini tark etsa hamda o'zining kitobi Allohning huzuridan ekanini da'vo qilsa, kofir bo'ladi. Xuddi yahudiylar zinokor odamni eshigiga teskari o'tkazib, yuziga qora kuya surib sharmanda qilish Allohning kitobidan deb da'vo qilishgan ekan. Bu Tavrotda yozilgan deb da'vo qilishdi-ku. Oyat shu haqida nozil bo'ldi-ku. Xuddi shunaqa kimdir o'zini qo'li bilan kitob yozib shu Allohning huzuridan deb da'vo qilsa, bu kofir bo'ladi. Eng qizig'i Abu Dawud as-Sijistoniy rahimahulloh Imom Ahmaddan rivoyat qiladiki, Imom Ahmad "Oman lam yahkum bima anzalalloh fa ulaika humul kafirun" oyatini o'qib turib, keyin sanadi bilan Tavus ibn Kaysonni asarini rivoyat qildi. Tavus ibn Kaysonni yuqorida biz asarini o'qidik. "Laysa kufron yanqulu anil milla."
dindan chiqaradigan kufr emas. Imom Ahmad shariat bilan hukm qilmaslik haqida so'ralganda Tovus ibn Kaysonni laysa kufron yanqulu anil milla, dindan chiqaradigan kufr emas degan so'zni rivoyat qilishgan. Xavorijlar Imom Ahmad bu oyatdagi kufr katta kufr degan deb da'vo qilishadi. Biron bir sanad, biron bir manba shu paytgacha keltirishmadi. Vallohu alam keltirish olmaydi. Biz aytayotgan Imom Ahmad bu oyatdagi kufrni kichik kufr deb fatvo bergani va bu haqida Tovus ibn Kaysonni asarini rivoyat qilgani Abu Dovud as-Sijistoniyning masailida keladi. Masail Abu Dovud as-Sijistoniy li Ahmad ibn Hanbal. Ahmad ibn Hanbalga Abu Dovud as-Sijistoniyning savollari degan kitobida. Hop. Abu Muzaffar as-Sam'oni aytadi. Mashhur mufassirlardan bu kishi salaf solihlardan kelgan tafsirlarni muxtasar qilib jamlab xulosasini yozib ketgan foydali tafsir kitob yozgan odamlardan, olimlardan. Bu kishi aytadilarki: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال للبراء بن عازب وهو قول الحسن الآية في المشركين. براء بن عازب hamda Hasan Basriylar bu oyat mushriklar haqidadir deb aytishdi. Ibn Abbos aytdiki al-ayatu fil muslimina va arada bihi kufrun dunu kufr. Ibn Abbos aytdiki bu oyat musulmonlar haqidadir, lekin musulmonlar haqida bu dindan chiqarmaydigan kufrdir. Wa'lam anna al-khawarij yastadilluna bi hadhihi al-aya ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم. Bilginki xavorijlar bu oyat bilan dalil keltirishadi va kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa u kofirdir deb aytishadi. Ahli sunna esa inson hukmni tark qilishlik bilan kofir bo'lmaydi deb aytishadi dedilar. Vallohu a'lam. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.